Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Yalang'och cho'milish joizmi degan savol beribdilar. Yolg'iz holatda yalang'och cho'milma degan hadis bor ekan debdilar. Yalang'och cho'milish joiz. Buni hozir dalillarini keltiramiz. Cho'milayotganda yalang'och bo'lma deb kelgan hadislar hammasi zaif biz bilishimizcha. Bunda sahih hadis yo'q. Endi bu yerda bir narsani e'tiborga olaylik. Biz hozir yolg'iz holatda yalang'och cho'milishni nazarda tutyapmiz. Yoki xotin yalang'och cho'milishini nazarda tutyapmiz. O'zi menimcha savol ham shundan kelib chiqib berilgan ekan. Ya'ni xotin ayoli bilan debdilar mana. Shu yalang'och holatda birga cho'milsa bo'ladimi? Albatta bu joiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilganlar. Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda hadislar bor. Oysha radhiyallohu anha aytganlar: "Kuntu ana va Nabiy sallallohu alayhi vasallam, kuntu aqtasilu ana va Nabiy sallallohu alayhi vasallam, men va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'milardik bir idishda" degan. Qo'llarimiz bir-birimizga qo'limizga aralashib. Va boshqa hadisda kelgan Maymuna onamizdan ham, u ham Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir tog'orada cho'mildik deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir tog'orada cho'mildik. Bunda ya'ni yalang'och cho'milishgan. Xuddi shuningdek Imom Muslim aynan sahihlarida shunga joizligi hadislari keltirib, Imom Navoiy shunga tarjima qo'yganlar, ya'ni bob ajratganlar. Babu javazil ightisali uryanan, yalang'och cho'milish joizligi haqida deb shu hadislarni keltirganlar. Yana ulamolar yalang'och cho'milish joizligiga Musa alayhisalomning fe'llarini ham dalil qilishgan. Musa alayhisalom Rasululloh hadisda aytganlarki, "Baynama Musa yaghtasilu uryanan." Musa alayhisalom bir kuni yalang'och cho'milayotgandilar. Kiyimlarini bir tosh ustiga qo'yib cho'milayotganlarida haligi tosh kiyimlarini olib qochdi deydi. Bu hadis uzun hadis. Oldin ko'p aytdik buni, hozir shu mavzuga tegishli joyini zikr qildik. Qisqasi, yalang'och cho'milishlikka mana shu hadislar bor, dalil bular dalolat qilinadi. Yana bu yerda inobatga olib qo'yinglar, men aytmoqchiman. Haligi hadis mavzu, to'qima hadis. Men Rasulullohning hech joyini ko'rmaganman, Rasululloh meni hech joyimni ko'rmagan degan hadis. Oysha onamizdan rivoyat qilishadi. To'qima hadis bu. Hadis emas ya'ni. Mana uni ziddiga dalillar bor. Nimaga ko'rmaydi? Erkak odam kimni ko'radi boshqa, xotinni ko'rmasa? Nimaga erkak odamga shu narsa shahvat qilib berilgan? Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibat min rizq. Ayting qani kim harom qildi ekan Alloh insonlarga chiqarib bergan zinatlar, pokiza rizqlarni degandek, hech kim bir sahih manbasiz bir narsani harom qilishga haqqi yo'q. Vallohu alam. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Yalang'och cho'milish joizmi degan savol beribdilar. Yolg'iz holatda yalang'och cho'milma degan hadis bor ekan debdilar. Yalang'och cho'milish joiz. Buni hozir dalillarini keltiramiz. Cho'milayotganda yalang'och bo'lma deb kelgan hadislar hammasi zaif biz bilishimizcha. Bunda sahih hadis yo'q. Endi bu yerda bir narsani e'tiborga olaylik. Biz hozir yolg'iz holatda yalang'och cho'milishni nazarda tutyapmiz. Yoki xotin yalang'och cho'milishini nazarda tutyapmiz. O'zi menimcha savol ajratganlar. Babu javazil ightisali uryanan, yalang'och cho'milish joizligi haqida deb shu hadislarni keltirganlar. Yana ulamolar yalang'och cho'milish joizligiga Musa alayhisalomning fe'llarini ham dalil qilishgan. Musa alayhisalom Rasululloh hadisda aytganlarki, "Baynama Musa yaghtasilu uryanan." Musa alayhisalom bir kuni yalang'och cho'milayotgandilar. Kiyimlarini bir tosh ustiga qo'yib cho'milayotganlarida haligi tosh kiyimlarini olib qochdi deydi. Bu hadis uzun hadis. Oldin ko'p aytdik buni, hozir shu mavzuga tegishli joyini zikr qildik. Qisqasi, yalang'och cho'milishlikka mana shu hadislar bor, dalil bular dalolat qilinadi. Yana bu yerda inobatga olib qo'yinglar, men aytmoqchiman. Haligi hadis mavzu, to'qima hadis. Men Rasulullohning hech joyini ko'rmaganman, Rasululloh meni hech joyimni ko'rmagan degan hadis. Oysha onamizdan rivoyat qilishadi. To'qima hadis bu. Hadis emas ya'ni. Mana uni ziddiga dalillar bor. Nimaga ko'rmaydi? Erkak odam kimni ko'radi boshqa? Xolam shundan kelib chiqib berilgan ekan. Ya'ni xotin ayoli bilan debdilar mana.
shu yalang'och holatda birga cho'milsa bo'ladimi? Albatta bu joiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar. Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda hadislar bor. Oysha radhiyallohu anha aytganlar: "Kuntu ana va Nabiy sollallohu alayhi vasallam, kuntu aqtasilu ana va Nabiy sollallohu alayhi vasallam, men va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cho'milardik bir idishda" degan. Qo'llarimiz bir-birimizga qo'limizga aralashib. Va boshqa hadisda kelgan Maymuna onamizdan ham, u ham Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir tog'orada cho'mildik deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir tog'orada cho'mildik. Bunda ya'ni yalang'och cho'milishgan. Xuddi shuningdek Imom Muslim aynan sahihlarida shunga joizligi hadislari keltirib, Imom Navoiy shunga tarjima qo'yganlar, ya'ni bob